Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz muxlislarimiz, barchangizga xayrli kech. Sizlarga bir yaxshi yangilikni ilinmoqchi bo'ldim. Biz hozir xizmatdan chiqib Toshkent safariga otlandik. Poytaxtga Zo'r TV telekanaliga xudo xolasa ertaga ertalab yakshanbani tongini biz bilan qarshi olasizlar degan umiddamiz. Sababi ertaga ertalabdan salom ko'rsatuvida o'z chiqishlarimiz, o'z qo'shiqlarimiz bilan sizlarni xursand qilmoqchimiz. Mana guruhimiz bilan hozir Toshkentga ketyapmiz. Hammalaringizni xudo xolasa ertaga 15-fevral yakshanba tongida ertalabdan salom ko'rsatuvida kutib qolaman. Adashmasam, vaqtlari o'zgarmagan bo'lsa 6:40 da boshlanayotgan edi ertalabdan salom. Shu 6:40 da bemalol Zo'r TV telekanalini yoqib oila davrasida bizning qo'shiqlarimizni eshitasizlar degan umiddamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. YouTube kanalimizga, Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Shunda yangiliklardan birinchi bo'lib siz xabardor bo'lasiz. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bizlarni eng katta boyligimiz bu muxlislarimiz, san'atkorlar uchun. Shuning uchun o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Sizlarni ertalab xudo xolasa 6:40 da Zo'r TV telekanalida kutaman. Salomat bo'ling.